Samarqandga uzum olgani keldim. Trassadan razvorot qilib kirishim kerak endi. O'sha skladga. Katta trassa. Razvorotda turibman, mashinani ozgina tumshug'ini chiqarib, taxminan bir 5 minutlar turdim. Mashina yo'l bermayapti. Men bilaman, u yerimman yo'l bermasligiga. Bu narsani ko'p ko'rganman. Toshkentga borganda ham ko'rdim, Buxoroga borganda ham ko'rdim. Umuman O'zbekistonga kirdingizmi, razvorot qilib turibsiz. Katta mashina, kichkina mashina bo'lsa ulguradi, sal yaqinroq kelsa ham 200 metrda buriladi. Buni burilib olib 20 metrli mashinani yo'lni to'smasligi uchun kamida 500 metr uzoqda bo'lish kerak u. Unaqa masofada mashina masofa saqlamaydi bizda. Mashina qatnovi ko'p-ku. Xursand bo'ldim, bitta Jigulida kelib turibdi, yoshlari katta amaki. Amaki ko'rib qolsangiz, rahmat sizga, Alloh rozi bo'lsin. Shunday to'xtadi, yonidan keyin Damas to'xtadi, mashina to'xtab menga yo'l berdi. Orqadagi bitta ikkita gazandalar signal beryapti. Ko'ryapti, men yo'lga chiqib burilyapman. Pap qiladi, nega yo'l berasan deydi. Rossiyada yurganimizda, hatto palasadan palasaga shunday o'tmoqchi bo'lib, pоворotni shunday yoqasiz, 20 sekundga bormaydi. Taqataq orqa shunday sekinlashadi, o'tkazadi, sizdan maragat qiladi, o't deydi. Men seni kutaman deydi. Nimaga? Yo'lni qizg'anamiz, ey. Tushunmay qolaman men. Qoyil qolasan. Yo'l berishlarimizga maza qilaveraman-da.